Qurbaqajon, biz deyarli yetib keldik. Orqamdan yur. Aminmisan? Men hech narsani ko'rmayapman. Ha, bu yer biroz sirli bo'lishi mumkin, ammo bizni shef povurlar topib yeb qo'yishini xohlamaymiz-ku, to'g'rimi? Tayyormisan? Nima? Rostdan ham sutga sakraymizmi? Ha, mayli, qani ketdik. Ha, bu sayyora juda chiroyli va juda xavfli. Qo'y, yigitlar, biz qaytib keldik. Tabriklayman. Kelinglar chakishamiz. Xo'sh, topshiriq qanday bo'ldi? Ko'rib turganingdek, topshiriq omadli bo'lmadi. Faqat ikkalamiz tirik qoldik. Sayyora ko'tiga tiqilyapti va umid qilamanki, pecheniya hukmdori bilan hammasi joyida. Ha, ishlar chatoq degin. Qo'y bola, bu yoqqa kelinglar. Mana bu bola bizga qurol qilyapti. Xullas, men barcha turdagi shef povurlarni o'ldira oladigan qurol yasadim va mana men uni ajoyibi, men uni pecheniya tiqar deb nomladim. Naqadar ajoyib. Juda ham ajoyib ko'rinyapti. Vau, prosta bomba. Menga ham bitta ber. Men ham xohlayman, menga ham ber. Bu pecheniya tiqarlar naqadar ajoyib. Shef povurlarni ko'tiga tiqishga sabrim chidamayapti. Ha, ularni ko'tiga tiqamiz. Qo'y, o'qlarni ham oling. Tezroq ularni ko'tiga tiqaylik. Xo'sh, shef povurlarni ko'tiga tiqishga tayyormisizlar? Men tayyorman. Diqqat. Pecheniya hukmronligi xavf ostida. Qani olg'a, Sabrimchi qurolni doim qilishimiz kerak. Kelinglar, buni qilamiz. Ya, qani kelinglar, mana shef povur jonlarim. Hammanglarni ko'tinglarga tiqyapmiz. Mana sizlarga Egin Nakoy, Pacho Nakoy, salom gigant. Qani endi ketdik, hozirroq. Hammasi joyida. Biz shunchaki pecheniya hukmdori bilan hammasi yaxshi ekanligini tekshirishimiz kerak. Hammasi pecheniya hukmdori uchun. Salom, meni pecheniya armiyam. Bu shef povurlar meni hamma yoqdan qidirishyapti. Men hukmronlik rejimini yoqishim kerak. Nima? Yana qanaqa rejim? Tushuntirishga vaqt yo'q. Sayyorani qutqarish kerak. Yo'q, hukmdor, bu qo'yil, xuddi xirabinday. Yo'q, u qayerga ketdi? Yo'q, ular bostirib kelishyapti. Qani olg'a, biz ularni to'xtatishimiz kerak. Nima? To'xta, hammasi joyiga qaytdimi? Pecheniya hukmdori. Ajoyib ish, Qurbaqajon. Xizmating uchun rahmat, lekin endi ketishing kerak. Muammo bo'lishi mumkin emas. Sizni dublyaj qilish, kechirasiz. Sizni sayyorangiz uchun jang qilish men uchun sharaf. Bilasanmi, meni sayyoramda dublyajida sen bo'lmaganingda muammolar yo'q edi. Men sizga shuncha yordam berdim-ku. Nima bo'ldi? Orolishar yer doirasiga tushadi. Nima deyishni bilmayman. Xohlagan ishinglarni qilinglar. Fashondan qo'ying. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U nima uchun menga bunday qildi? Endi nima qilaman? Sivilizatsiya ham qolmadi. Menimcha o'laman. Bu safar aniq tomonman. Jinosim, bu nima? Fazo kemasimi? U nega bu yerga uchib keldi? Wow, yomma-yo. Menimcha bu narsa bilan bu yerdan tuyog'imni shiqillata olaman. Yer sayyorasi 5 daqiqadan keyin portlaydi. 4 3 2 1. Endi nima? Hech nima, men sayyoradan qochib keta oldim. Qiziq, mana bu fazo kemasi meni qutqarish uchun keldimikan? Mayli, nima bo'lganda ham obuna bo'ling. Xo'sh, keling, soatiga 200 kilometrda bu yerdan suramiz. Xiston, meni eshityapsanmi? Ha, men shu yerdaman, birolat. Nimani ko'ryapsan? Ajoyib. Men bu yerda juda katta bir xonani topdim. O'ylashimcha, u qaysidir asteroidga ham tegishli emas. Ronald, men tushunmayapman. Qanday qilib asteroid zarbasidan keyin qandaydir inshoot saqlanib qolishi mumkin? Men ham tushunmadim, ammo bu yerda bir nechta bloklar bor. Pecheniya bloklari, panjara bloklari, qandaydir qurigan daraxtmi? Menimcha shunday dalillarni to'pladim. Ronald, kemada nimadir sodir bo'lyapti, lekin nimaligini tushunmayapman. Jimmy, hazil qilishni to'xtat. Ronald, men rostdan ham aytyapman, kemada qandaydir qishloq detallari bor. Voy jalla, axir qishloq detallari qirilib ketgan-ku. Nima deyapsiz? Soliqlar? Men hech qanday soliqni bilmayman. Qo'y, nimalar qilyapsiz? Nima? Yana qanaqa Qurbaqajon?